Vavilonning eng sarvatdor odami. Bir vaqtlar ko'hna Vavilonda Arqad ismli juda sarvatdor, boy badavlat odam yashab o'tgan. Uning boyligi tillarda doston bo'lgan. U saxiylik bilan ham mashhur bo'lib, juda katta xayriya ishlari bilan shug'ullangan. U oila boshlig'i sifatida ham juda saxovatli inson edi. Hamisha to'kin sochinlikda yashagan. Shunga qaramasdan, yildan yilga uning daromadlari sarf-xarajatlaridan ancha yuqori bo'lgan. Uning yoshlikdan birga o'sgan bir necha do'stlari bo'lgan. Kunlardan bir kun ular Arqadning oldiga kelib shunday deyishgan: "Sen Arqad bizlardan ko'ra omadliroqsan. Bizlar kun ko'rish uchun kurashib yurgan bir paytda sen yurtimizdagi eng badavlat odamga aylanding. Sen xohlaganingcha eng chiroyli kiyimlarni kiyib, eng tansiq taomlardan lazzatlana olasan. Biz esa kiyim kiyishda va oilamizni boqishda bor narsalarni o'ziga quvonamiz. Axir bir vaqtlar mavqeimiz o'zaro teng bo'lgan, bir muallimdan ta'lim olib, bir xil o'yinlarni o'ynagan bo'lsak ham, na o'qishda, na o'yinda sen bizdan ustun bo'lmagansan. Qolaversa, keyinchalik ham uzoq yillar davomida sen ham bizlarga o'xshab juda hurmatli fuqaro bo'lib kelding. Agar o'ylab qarasak, sen hecham bizlardan ko'proq ishlamading. Unda aytchi, injiq taqdir hayotning barcha quvonchlarini berish uchun aynan seni tanlab, xuddi shunday baxtga loyiq bo'lgan bizdek odamlarni nega chetlab o'tgan?" Shunda Arqad ularga javob berdi: "Do'stlarim, sizlar yoshlik paytlarimizdan buyon o'tgan yillar davomida zo'rg'a kun ko'rishdan nariga o'tmagan bo'lsangiz, demak sizlar yo farovon hayot ko'rish qonunlarini o'rganmagansiz, yo shunchaki ularga amal qilmagansiz xolos. Taqdir haqiqatdan ham injiq. U doimiy baxtni hech kimga shunchaki ato etmaydi. Aksincha, u o'z mehnati bilan pul topmagan har bir kimsaga faqat muhtojlik olib keladi. Yiqqanlarini bir zumda sarflab qo'yadigan boyvachchalarni ularning o'zlarini qondirishga qodir bo'lmagan ishtaha va istaklari bilan yuzma-yuz qoldiradi. Qandaydir kutilmagan sabablar bilan injiq taqdirning nazariga tushganlar esa ziqna bo'lib qolishadi va boyliklarni sarflab qo'yishdan qo'rqib uning ustida qaltirab o'tirishadi. Chunki o'zlarida boylikni qaytadan to'plashga qobiliyat yo'qligini bilishadi. Ular talonchilardan ham qo'rqishadi. Natijada esa o'zlarini behuda umr va manfur qashshoqlikka giriftor qilishadi. Qo'llariga boylik o'z-o'zidan keladigan va uni ko'paytirib baxtiyor yashab yurgan odamlar juda oz. Men ular haqida faqat mish-mishlar orqali eshitganman. O'zingiz o'ylab ko'ring, ehtimol tanishlaringiz orasida to'satdan merosga ega bo'lganlar bordir. Ularga nisbatan mening gaplarim qanchalik haqiqatligi to'g'risida xulosa chiqarish o'zingizga havola." Arqadning do'stlari merosga ega bo'lgan o'z tanishlarini eslab, uning haq ekanligini tan olishadi. Arqaddan qanday qilib u shunday farovonlikka erishganligini tushuntirib berishini iltimos qilishdi. Shunda u so'zida davom etdi: "Yoshligimda men dunyoga nazar tashlab, odamga baxt va huzur-halovatdan bahramand bo'lishga imkon berishni tushundim. Boylik bu kuch. Boylik yordamida ko'p narsaga erishish mumkin. Uyingni hashamatli qilib jihozlash, uzoq dengizlar, chet ellarga sayohat qilish, hatto haqdorlar yo'lida hashamdor ibodatxonalar qurib, qalbingga quvonch va mamnunlik bag'ishlaydigan yana ko'p ishlarni qilish mumkin. Buni tushunib yetganimdan so'ng, men dunyoviy xursandchiliklarning bir qismiga ega bo'lish uchun kurashishga qaror qildim. Men boshqalar hayotdan lazzatlanib yashayotgan bir paytda ularga hasad bilan chetda qarab turmadim. Yupun kiyimni binoyidek deb qanoat qilmadim. Meni kambag'allik qismati qoniqtirmadi. Ha, men hayot o'zi saylagan odamlar uchun tashkil qilgan bayramning to'liq huquqli mehmoni bo'lishga qaror qildim. Eslaringda bo'lsa, bir kambag'al savdogarning katta oilasida o'sgan mendek o'g'ilga meros qolishidan hech qanday umid yo'q edi. Ammo sizlar to'g'ri ta'kidlab o'tganingizdek, alohida iste'dod va donolik sohibi bo'lmay turib, o'zim orzu qilgan narsalarning barchasiga erishish uchun vaqt va bilim kerak degan qarorga keldim. Vaqt masalasiga kelsak, u har birimizda yetarlidan ham ortiq. Sizlar bugungi vaqtgacha shunchaki o'z boyligingizni ishlab topishga sarflash mumkin bo'lgan qimmatli daqiqalarni qo'ldan boy bergansiz xolos.
Shu bilan birga, sizlar haqli ravishda g'ururlanishingiz mumkin bo'lgan o'z oilalaringizdan boshqa hech narsangiz bilan maqtana olmasliklaringizni tan olmaysizlar. Endi o'qib o'rganish masalasiga kelsak, axir dono muallimimiz o'rganish va eslab qolish yoki o'zing uchun noma'lum bo'lgan narsalarni kashf qilishga urinib aqlingni charxlash mumkin deb aytmaganmidi? Ana shuning uchun ham men qanday qilib boylik to'plash mumkinligini tushunib yetishga qaror qildim. Bilim olganimdan so'ng esa buni o'z oldimga vazifa qilib belgilab, uni muvaffaqiyatli hal qildim. Chunki donolik ham toki seni oftob nurlarida cho'milib yurar ekansan, hayotdan lazzatlanishda emasmi? Axir vaqti kelib qorong'ulikka kirgach, g'am-g'ussani tatib ko'rishga ulgurasan-ku. Men shahar magistratida o'zimga ish topib, xattotlik qila boshladim va har kuni loydan yasalgan taxtachalarga matn bitib o'tiradigan bo'ldim. Men hafta sayin, oy sayin mehnat qilsam ham ishlab topganlarim haddan tashqari oz edi. Ular yeb-ichishga va arzimas kiyim-kechakka zo'rg'a yetar edi. Shunga qaramay, boy bo'lish haqidagi qarorimni amalga oshirishdagi qat'iyatlik meni tark etmadi. Va nihoyat kunlardan bir kun magistratga savdogarlarni qo'llab-quvvatlovchi Algamish kelib, 9-qonundan nusxa ko'chirishga buyurtma berdi. Magistr menga shunday dedi: "Bu hujjat 2 kundan keyin qo'limda bo'lishi kerak. Agar topshiriq vaqtida bajarilsa, sen 2 bronza tangaga ega bo'lasan." Men astoydil ishlasam-da, lekin qonun uzundan uzoq edi. Algamish qaytib kelganida topshirig'i bajarilmagandi. U g'azabga mindi. Men Algamishga shunday dedim: "Algamish, siz juda boy odamsiz. Agar siz boy bo'lish sirlarini aytib bersangiz, qo'lyozma tong otguncha tayyor bo'ladi." U miyig'ida kuldi. "Sen juda epchil chiqib qolding-ku, xumpar. Mayli, buni o'zaro bitim deb hisoblaymiz." Men kechasi bilan ishladim. Tongda kelganida qo'lyozma tayyor edi. "Sen bitimning o'zingga taalluqli bo'lgan qismini bajarding", dedi u yumshoqlik bilan. "Shuning uchun men ham o'zimga tegishlisini bajarishga tayyorman. Men senga faqat o'zing bilmoqchi bo'lgan narsalaringni gapirib berdim. Chunki qariy boshladim, qariyalar esa ezma bo'lishadi. Ammo yoshlar qari odamlar oldiga maslahat so'rab kelganlarida, ular yillar davomida sinovdan o'tgan donolikni o'rgata boshlashadi. Lekin to'g'risini aytsam, yoshlar ko'pincha qariyalardagi donolikning bari o'tmishga doir. Shuning uchun kelajak uchun ushbu maslahatlar yaramaydi deb o'ylashadi. Lekin sen esingda tut, bugun charaqlab turgan quyosh otang tug'ilganida ham charaqlab turgan o'sha quyoshning o'zidir. Xuddi shu quyoshning o'zi sening urug'ingdagi oxirgi ajdoding qorong'ulikka ravona bo'lgan kunda ham turadi. Yoshlikdagi o'y-xayollar, davom etdi Algamish. Bu osmonda uchib yurib, uni o'z shu'lasi bilan yoritib o'tadigan yorqin kometalarga, qariyalar donoligi esa osmon gumbazida o'z o'rnini hech qachon o'zgartirmaydigan abadiy yulduzlarga o'xshaydi. Shuning uchun ham dengizchi ularga qarab o'z yo'nalishini hamisha aniqlay olishi mumkin. Lekin so'zlarimni yaxshilab eslab qol. Aks holda men senga ochadigan haqiqatni tushuna olmay, tungi mehnating behuda ketadi. Keyin u menga o'zining qalin qoshlari ostidan tikilib qarab, yo'g'on va qat'iyatli ovozi bilan: "Men boylikka olib boradigan yo'lni ishlab topgan pulimning bir qismini o'zimga qoldirishga qaror qilganimdan keyin kashf etdim. Sen ham buni eslab qol", dedi va yana o'zining o'tkir nigohi bilan menga tikilib turib, uzoq vaqt sukut saqlab qoldi. "Bor yo'g'i shumi?" hayron bo'lib so'radim men. "Axir men nimaiki ishlab topgan bo'lsam, bari meniki-ku, shunday emasmi?" "Hecham unday emas", javob berdi Algamish. "Masalan, tikuvchiga haq to'laysanmi? Axir Vavilonda pul sarflamasdan turib yashab bo'ladimi? O'tgan oyda ishlab topgan pullaringdan o'zingga nima qoldi? O'tgan yildagi daromadingdan-chi? Eh ahmoq, sen o'zingdan boshqa hammaga haq to'laysan. Aqlsiz, sen boshqalar uchun ishlaysan. Bu xuddi qul bo'lib ovqat va kiyim uchun xo'jayinga xizmat qilganday gap. Lekin sen ishlab topganlaringni 10dan 1 qismini o'zingga qoldirsang, 10 yilda qancha pul yig'iladi? Hisoblab ko'rchi." Mening matematikadagi bilimlarim pand bermay, men shunday javob berdim: "1 yilda ishlab topganimchalik." "Sen faqat qisman haqsan", e'tiroz bildirdi Algamish. "Chetga ehtiyotlab olib qo'ygan har bir tilla sening qulingga aylanadi va foydangga ishlay boshlaydi.
Ushbu tilla tangalar orqali ishlab topilgan har bir sariq chaqa ham senga daromad keltira boshlaydi. Agar sen boy odamga aylansang ham, barcha jamg'arganlaring hamisha foydangga ishlab turishi kerak. Faqat shundagina sen o'z boyliklaringni ko'paytira olasan. Ehtimol meni aldayapti deb o'ylayotgandirsan. Ehtimol buni hecham o'z ishing uchun munosib to'lov deb hisoblamassan, davom etdi u. Lekin mening haqiqatimni tushunishga aqling yetsa, men senga va'da berganimdan ko'ra 1000 karra ko'proq to'laganimga amin bo'lasan. Sen ishlab topgan pullarning bir qismi shaxsan o'zingga tegishli. Bu ulush qanchalik darajada arzimas bo'lmasin, topgan pullaringning 10dan 1 qismidan kam bo'lmasligi kerak. Birinchi navbatda o'z haqqingni shaxsan o'zingga to'la. Ovqatga ham, xayriya sadaqa qilishga ham yetadigan mablag'dan ortib qolgan pulingni tikuvchi va etikdo'zga sarfla. Boylik ham xuddi daraxtdek zig'ircha urug'dan o'sib chiqadi. Sen chetga olib qo'ygan o'sha birinchi sariq chaqang vaqti kelganda boyliging daraxt sifatida o'sib chiqadigan urug' bo'lib senga xizmat qiladi. Ushbu daraxtni doimiy jamg'armalaring bilan oziqlantirib, sug'orib, qanchalik yaxshi parvarish qilsang, undagi yaproqlaring shivirlashidan shunchalik tez lazzatini boshlaysan. Bu gapni aytib bo'lgach, Algamish o'z qo'lyozmalarini olib ketib qoldi. Men uning aytganlari ustida juda ko'p o'yladim va ular oqilona ekanligiga amin bo'ldim. Shuning uchun bu gaplarning kuchini amalda sinab ko'rishga qaror qildim. Endilikda maoshimni olganimda ishlab topganlarimdan har bir 10 tangani chetga, panaroq joyga berkitib qo'yadigan bo'ldim. Eng qizig'i shundaki, bunday qilganimdan men qashshoq bo'lib qolganim ham yo'q. Sarf xarajatlarga kamroq pul qolayotganini ham sezmadim. To'g'risini aytsam, Finikiya yerlaridan kemalarda olib kelinayotgan tuyalar, peshtaxtalarga qo'yilgan narsalardan birortasini sotib olish istagi tez-tez ko'nglimga vasvasa solib turardi. Lekin men donolik bilan o'zimni tiyardim. Oradan 12 oy o'tgach, Algamish yana oldimga kelib, "Qani aytchi o'g'lim, yil davomida ishlab topganlaringning 10dan 1 qismini o'zingga to'layapsanmi?" deb so'radi. Men mag'rurlik bilan javob berdim. "Ha, ustoz, to'layapman." "Bu yaxshi", dedi u yuzi yorishib. "Xo'sh, bu pullarni nima qilasan?" Men bu pullarni uzoq yurtlarga ketayotgan va menga tirdan qimmatbaho toshlar olib kelib berishni va'da qilgan quruvchi usta Azmurga berib yubordim. U qaytib kelganidan keyin biz ularni qimmat bahoda sotib, daromadni bo'lishamiz. Har qanday ahmoq ham biror ishni o'rganishi uchun tajriba orttirishi kerakligi to'g'ri, g'azabi qaynab dedi u. Lekin qanday qilib sen qimmatbaho toshlarni tanlashni tosh teruvchi ustaga ishonding? Nima, yulduzlar to'g'risida so'rash uchun novvoyning oldiga borarmiding? Yo'q, menimcha buning uchun sen munajjim oldiga borarding, agar kallang joyida bo'lsa albatta. O'g'lim, sen o'z boyliging daraxtini chopib tashlabsan. Seni jamg'armalaringni kuli ko'kka sovurilibdi. Nimayam derdim, endi boshqasini ek. Yana bir marta urinib ko'r. Keyingi safar qimmatbaho toshlar masalasida senga maslahat kerak bo'lib qolsa, ularning farqiga boradigan biron bir boshqa odamga murojaat qil. Agar qo'ylar to'g'risida biron narsa bilishni istasang, cho'ponning oldiga bor. Maslahat tekinga beriladigan yagona narsa, lekin shuni yodda tutginki, faqat e'tiborga loyiq bo'lgan maslahatlarnigina qabul qil. O'zini jamg'armalari masalasida bu ishdan umuman bexabar bo'lgan odam bilan maslahatlashgan kimsa o'z nodonligi tufayli xuddi shu jamg'armalari bilan haq to'lashga mahkum. Shu gaplarni aytib, Algamish ketib qoldi. Hammasi xuddi aytgandagidek bo'lib chiqdi. Chunki yaramas finikiyaliklar Azmurga qimmatbaho toshlar o'rniga yaltiroq shishachalarni tiqishtirib yuboribdi. Algamish o'rgatgandek men yana har bir 10-chaqani chetga olib qo'ya boshladim. Endilikda bu ish men uchun odatga aylanib, hech ham og'irlik qilmay qo'ydi. Oradan yana 12 oy o'tdi. Algamish qaytib kelib yana menga murojaat qildi. Xo'sh, sen bilan oxirgi uchrashuvimizdan buyon qanday o'zgarishlar ro'y berdi? Men vijdonan o'zimga haq to'lab kelyapman, javob berdim va o'z jamg'armalarimni temir sotib olish uchun qalqon yasash ustasi Ag'girga ishonib topshirdim. Har 4 oyda u menga ulushimni yig'ib beradi. Bu yaxshi. Xo'sh, sen o'z ulushingni nima qilyapsan?
O'zimni asal, ajoyib sharob va xushbo'y noz-ne'matlar bilan mehmon qilib, bayram uyushtiryapman. Bundan tashqari o'zimga yangi cho'pon sotib oldim. Endi esa minib yurish uchun bitta eshak sotib olmoqchiman. Bunga javoban Algamish kulib yubordi. Axir sen jamg'armalaring dunyoga keltirgan bolalarini yeb yuribsan-ku. Qanday qilib ular sening foydangga ishlashi mumkin? Qanday qilib ularning bolalari o'ziga o'xshaganlarni tug'ishi mumkin? Avval sen oltin qullar armiyasiga ega bo'lib olishing va faqat shundan keyingina o'zing uchun bemalol, dabdabali ziyofatlar uyushtirishing mumkin. Shu gaplarni aytib yana g'oyib bo'ldi. Uni 2 yil ko'rmadim. Bir kuni u yana menikiga keldi. Algamish menga shunday dedi: "Arqad, sen o'zing orzu qilgan boylikka erisha oldingmi?" Hozircha yo'q, lekin tuzukkina jamg'armalarim bor va ular menga daromad keltira boshladi. Sen hozir ham ilgarigidek quruvchilar maslahatidan foydalanyapsanmi? G'isht terishda ular menga yaxshi maslahat berishyapti. Bo'sh kelmadim men. Arqad, davom etdi Algamish. Sen saboqni yaxshi o'zlashtirding. Avval sen ishlab topayotgan mablag'ingdan ko'ra sal kamroq mablag'ga yashashni o'rganding. Shuning uchun sen saqlash va idora qilishni yaxshi o'rganding. Shuning uchun sen mas'uliyatli lavozimni egallashga to'la to'kis tayyorsan. Men qariyapman. O'g'illarim faqat pul sarflashni bilishadi. Lekin uni qanday topish mumkinligi to'g'risida hatto tasavvurlari ham yo'q. Mening judayam katta mulkim bor. Qo'rqamanki, uni boshqarishga endi kuchim yetmaydi. Agar sen Nippurga borib mening mulkimni boshqarishga rozi bo'lsang, men seni o'zimga hamkor qilib olgan bo'lardim va sen mening boyliklarimdan o'z ulushingga ega bo'larding. Bunga nima deysan? Shunday qilib men Algamishning taklifiga rozilik bildirib, Nippurga jo'nadim. Uning katta mulkini boshqarishga kirishib ketdim. Mening nafsoniyatim kuchli bo'lganligi va buning ustiga muvaffaqiyatning 3 qonunini yaxshi o'zlashtirganligim sababli uning mulkidan keladigan daromadlarni keskin oshirishga muvaffaq bo'ldim. Natijada men ham bunday ishdan o'zimga katta boylik orttirdim. Algamishning ruhi arshi a'loga ko'tarilib ketgandan keyin u vasiyat qilganidek qonuniy ravishda merosning bir qismiga ega bo'ldim. Arqad shu hikoyasini tugatganidan keyin do'stlaridan biri shunday dedi: Algamish, senga meros qoldirilganligi haqiqatdan ham omading yurishganligidan dalolat beradi. Aslida omadim yurishganining sababi menda boyish istagi u bilan uchrashishdan ham avval paydo bo'lganidadir. Axir o'z daromadlarimning 1/10 qismini jamg'arib yurgan o'sha 4 yil davomida men belgilangan maqsadga erishishga qodir ekanligimni isbotlamadimmi? Qolaversa, mohir baliqchining odatlarini o'rganib, har qanday ob-havoda ham to'rni qayerga tashlash kerakligini bilgani uchun u omadli baliqchi deb ataysizlarmi? Omad bu har qanday sharoitda ham undan vaqtida foydalanib qolishga tayyor bo'lmagan odamga fursat sarflab o'tirmaydigan qudratli imkoniyat. Sen birinchi yili yig'gan jamg'armalarning baridan ayrilib qolganingda ham o'zingni yo'qotib qo'ymading. Bu sening juda kuchli iroda sohibi ekanligingdan dalolat beradi. Aslida sen mutlaqo boshqachasan, deb gapga qo'shildi do'stlaridan yana biri. Kuchli iroda, e'tiroz bildirdi Arqad. Bema'nilik. Nahotki kuchli iroda odamga tuya ham ko'tara olmaydigan va eng kuchli buqa ham o'rnidan qo'zg'ata olmaydigan yukni ko'tarishga yordam berishi mumkin deb o'ylasang. Kuchli iroda bu sen o'zing uchun belgilab qo'ygan vazifani qanday bo'lmasin bajarishga qat'iy qaror qilishdan boshqa hech narsa emas. Agar men o'z oldimga biron bir vazifani qo'yadigan bo'lsam, u qanchalik darajada murakkab bo'lib ko'rinishidan qat'iy nazar, men uni bajarishim kerak. Aks holda qanday qilib menda jiddiy ishga qo'l urish uchun o'zimga ishonch paydo bo'lishi mumkin? Misol uchun, men o'zimga 100 kun davomida ko'prikdan o'ta turib har kuni yo'ldagi bir toshni olib daryoga tashlayman deb aytsam, men bu ishni albatta bajaraman. Agar 7-kunga kelib men o'z oldimga qo'ygan vazifani unutib qo'ysam, ertaga 2 tosh tashlayman, nima farqi bor degan gaplar bilan o'zimni ovuntirib o'tirmayman. Buning o'rniga men orqaga qaytaman-da, o'tkazib yuborilgan toshni tashlayman.
20-kunga kelib esa men "Arqad, bu bema'ni ish. Nimaga endi har kuni albatta bitta tosh tashlash kerak? Birdaniga butun bir uyimni tashlab yubora qol" deb aytmayman. Qilmayman ham. Men o'z oldimga vazifa qo'ydimmi, demak uni albatta bajarishim kerak. Aynan shuning uchun ham o'z gardanimga qiyin yoki bajarib bo'lmaydigan vazifalarni olmayman. Chunki mening xotirjamligim men uchun haddan tashqari qadrlidir.